Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli podpischilar, charchamayapsizlarmi, sog'misizlar, salomatmisizlar? Svarka apparati ochganmiz. Yangi svarka apparat. Bu svarka apparatimiz noto'g'ri ishlatish jarayonida mana chiqish qismidagi diodlar kuygan. Diodlarni qo'yib taxladik, chiroyli qilib. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Yonib to'klar chiqyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Hammasi joyida, yangi svarkadek bo'ldi. Shunaqa svarka apparat bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha sifatli, kачество qilib taxlab berishga harakat qilamiz. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Iceberg do'koni, Betoy texnikalar zapchast magazini, konditsioner olish xizmati, konditsioner sotish, katyol xizmati, katyol ochistka, xullas hamma zapchastlar, xizmatlar mavjud. Qo'llab qo'yamiz, podishkada bo'lamiz. Iceberg do'konida ustozimiz Majid aka 90lik 517 34 34 aloqaga chiqasizlar. Nima zapchast, nima problemalar bo'lsa hal qilib beradi. Bosamiz, yaqinlarga tirs videoni abzatini jo'natamiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz, chunki bundan keyin bizning kanalda faqat remont ishlari emas, uy, oldi, sotdi, ijaraga qo'yish hammasi bo'ladi. Maklerlik xizmati ham xudo xolasa mavjud. Bosamiz, yaqinlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Tirs to'g'ri.